hayat oqar bilmam qayerga yo'llar uzoq yo'llar og'ir tog'layim pastu jahonda bor ekan baxtu saodat darbaxti baland ekan kishi baxtida yurgan yo'lingdan adashma. Bütün umidlarim, orzularim sendan. Alaykum assalom. Otaxon, xo'sh, Mirza Karim baqqolning do'konchasi qayerda? Mirza Karim baqqol, Mirza Karim boydi. U ana, o'sha ana. Mirza Karim boyga yollanmoqchimisiz? O'sha qurumsoqqa-ya? Mirza Karim boy tog'am bo'ladi. Ishonamanki, yaxshi ishlasam xafa qilmas. Xo'p, mayli, yo'ling yorug' bo'lsin bolam. Xayrat opa. O bojiyani topib kelsan-da. Ha, so'rab Makkani topadi deganlar. Oting nima qarindosh? Yo'lchi. Bir parcha yerlaring bordi, eshitar edim. Qo'llaringdami jiya? Yo'q, tog'a. Yer sotilib ketgan. Chakki bo'pti. O'tir. Yer sotgan er bo'lmaydi, er kishi
yer sotmaydi. Mana bu gapni mag'zini chaqqin, jiyan. Nochorlik tog'a. Qo'l kalta bo'lgandan keyin qayoqqa uzatasiz? Bunday degin. Endi paxta zavodi qurmasak bo'lmaydi. Tayyor yurib turganini olib qo'ya qolmaymizmi, ha? Zavod olsak ziyondan boshimiz chiqmaydi. Mastravay xalqi bizi qarorlarning toifasidan emas. Ular har kuni ishlashaydi. Hamma yo'q sotsialist. Sinamiz. Ushlanglar, o'g'ri ushlanglar. O'g'ri ushlanglar, ushlanglar. To'xta. Nima qilyapsan o'zing? Shoshma deyman senga. Shoshib kasalani olib, pul bermasa uraqas. Qo'yaman. Mayli bir kishi o'lchaydi. Odam deksili bor. Mana shuni o'zi pul. Ko'rdingmi? Qani beri kecha jiyan. Beri kecha. Xo'sh, nima qilmoqsan endi jiyan? Ish topsam, balki shaharda qolarman. Biznikida yuratursin. Astaydil mehnat qilsang qurib qo'ymasmiz. Ixtiyor sizlarda. Yormatay, Labbay. jiyanni hovliga olib bor. Bo'ladi. Hamma joyda ham ko'z quloq bo'lib turadigan o'z odamlarimiz bo'lishi kerak. Mana uyimizga ham keldik. Uy o'zingiznikimi? Boyatamning dargohida 16 yildan beri ishlamay yigitcha. Sizniki, biznikisi bor ekanmi? Tavba. Hay, kim bu? Boqasi toshib ketdi, tezroq keling, tez. Qani, suv toshgan ko'rinmaydi. Ana, shoftoni tegidi. Hali shumi?
Yo'lchaki. Mana bu o'zim juda yaxshi pishibdi. Oling. Qo'limni qaytarmay. Ammam eson-omonmi? Shukr. Unsini yaxshi yuribdimi? Ha. Oling. Nur opa, qo'ying yaxshi emas. Tavba. Teraklar kümüş terak, şamal ötse arada, yapraklar yeşiller, koşuklarını sararda, bargları kümüş terak, derdim çok, armanım çok, meni okumda yetişken, aşık durmagamım çok. Yetsem güzel yarimge, o'tay nozik qo'lidan, hasratim armonim ko'p, chay nozik dilidan. Ey tiranak, kumush tiranak, boshingdan esgan shamol, topib o'psan yorimni, kutar misli majnun tol. Kim bu? Kim? Ha, Bu yerda nima qilib yuribsiz? sizni deb keldim. Meni deb, ha? Yolg'iz sizni deb. Nur opa, yaxshi emas. Chachqisiz. Men bu yerga hamma narsani bag'ridan o'tib, shamga dod tushdan ham qo'rqmasdan keldim. Yo'lchaki yolg'iz sizni deb. Yaxshi emas. Bir-birimiz tengimiz emasmiz. Men xizmatkorlaring bo'lsam. Boyvachcha bo'la qolsangiz nima qilar ekan? Nur opa, Yo'lchaki, yaxshi emas. sizdan boshqasi kerak emas. Siz qanday chiroyli, kelishgan, barvasta yigitsiz. Nur opa, yaxshi ish qilmayapsiz. Meni o'z holimga qo'ying. Qishloqlaringizga bormang. Oling. Sizga ko'ylak olib keluvdim. Pul kerakmi? Menga hech narsa kerak emas. Na kiyim, na pul. Menga sadaqangiz kerak emas. Agar kiyim kerak bo'lsa, o'zim ishlab topaman. Agar qochadigan bo'lsam, sizga xabar qilaman. Ogoh bo'lib turing. Ovqatga! Ovqatga! Xo'sh. Ana, xo'jayinning laychasi oqillayapti. Shoqosim yana ishga chiqmadimi? Xotini kasallanib yetib qoldi. Boyatanni olib bekarga yuveradimi? Boyatangiz bizdan ziyon ko'rgan emas. Qaytaga Shoqosim akaga o'xshagan bechoralarning orqasidan kundan kunga boyiyapti. Shu boyotingizni Hazrati Obbo hojamizning omin Allohu akbar. Aloqun aka, yaxshi emas.
Tog'am insofli odam. Tog'amiz insofli odam. Juda insofli odamda. Xo'jayining qop omadi kelganda, ana, boytavetli ham bo'pti. O'ray. Yo'lchivoy, xo'jayi aytib bordilar. Shaharda ishingiz bor emish. Boshni orqa yo'lakka olib chiqarmisiz? To'y kelib ketguncha, Nurapam bir joyga borib kelarmishlar. Qanaqa to'y? Voy, hali eshitganingiz yo'qmi? Bugun Nurapamga to'y keladi-ku. Kutilmaganda to'ymi bo'lib qoldi? Kuyovim do'koni magazinimiz yonida emishi. Chiroyli, barbasida kelishgangina deyishib. Borib bir ko'ring, qanaqagina? Ha? Nega kulyapsiz? O'zim, dunyoda nima ko'p, yig'i bilan kulki ko'p. Bir kulgim qisqa ketdi-da. Ha? Bilaman, shiyponi eslab kuryapsiz. O'shanda laqt etib ishon o'qigan ekansiz. Hozir yurib chiqadi-yu, ikkomiz qochib ketamiz deb turgan ekansiz. Kuyovni qanaqaling kelib ayting. Ha. Xudo yo'lchivoyga ham yaxshi qayliq ato qilsin. Ha, sen tengi bilan tezay qopimdan. Tengini bersizmi, men ham to'ylarda xizmat qilay. Şakasım bir gün tavayla çıkmadı. Bir güne. Shuning uchun Shaqasim akani ishdan haydash kerakmi? Bu insofsizlik. Shaqasimning xotiri kasaldan chiqmaydi. Undan foyda kam deydilar. Shaqasim akaning ishga chiqmaganin xo'jayin qayoqdan bilibdir? Xo'jayinning hamma joyda ko'z quloq bo'lib turadigan odamlarimi? Ha, odamlarimi? Kim? Kim ekan o'sha ko'z quloq? Menga nega tiqilish qilasizlar? Shu gaplarini xo'jayinga aytsalaring bo'lmaydi. Bo'pti. Aytamiz. Men bir gapni ikki marta gapirib o'tirmayman. Biz talab qilamiz. Buyrug'ingni bekor qiling. Shaqasim akani ishdan haydama. Buyruğunuzu bekar qilmaguningizcha bittamiz ham ishga chiqmaydi. Ish tashlashmi? Voy, qo'rqitib yubordilaring-ku. O'takam yorilib ketdi-ya. Men sho'rlikka qiyin bo'ldi-ku. Endi Qorol degan topilmas matoni qayerdan topdim? Sanlarga yalinib yolboraymi, ha? Yig'lab siqmaymi? Bozordagi odamlar, eshitmadim demanglar. Yurtimizning muruvvatli boylaridan Mirza Karim boyga mardikorlar kerak. Xohlaganlar vazorlik rastasiga boraveringlar. Armonda qolma, eshitma
Bilmadim dema, mardikorlar kerak, qarorlar kerak, xohlaganlar bazozlik rastasiga yuguraveringlar. Tashlashlaringga tupurdim. Yo'qol. Mana hammang. Haydaman. O'zimiz ham ketamiz. Hammang. Avval haqqimizni beramiz. Menda haq-haqlaring yo'q. Oramiz ochiq. Qo'lingdan kelsa undirib ol. Sen qolasanmi? Baba, ularni haydamang. Shoqasim akam kasal xotini bilan qayoqqa boradi? Aravani qo'shib, ko'chlarni olib borib tasha. Chak qilyapsiz, tog'a. O'rgatishga yoshlik qilasiz-chi? Nohaq haydadingiz. Nohaq.
Menga borib ayt. Mana o'ldi. Nega indamaysan? Suyunmaysanmi? Qotil! Ayg'oqchi! Xo'jayimning daychasi! La'nat! La'nat senday odamxo'rlarga! Ming la'nat! Xafa bo'lma. Ay, senda emas. Qozonga yaqin yursang, qorosi yuqar uka. Juvoy aka, bu dunyoni astin ustun qilish kerak. Astin ustun! Qotil! Ayg'oqchi, yuvindiqo'r! Xo'jayinning laychasi! Qo'yib yuboring! Qo'yib yuboring deyman, gunohlarim nima? Haydataman. Haydataman seni. Haydatmasdan qo'ymayman. O'zim ham bu dargohdan ketaman. Pichoq borib suyakka taqaldi. Yo'lchika! Unsin. Oyim pul berib yuborsin dedilar. Ozgina bo'lsa ham mayli. Agar bo'lmasa, xafa bo'lmang. Bir amallarimiz. Bilasizmi Yo'lchika? Qo'shnimiz Eshbek akam yerlarini sotib shaharga chiqib ketdi. Tog'am bermasmikinlar? Ozgina bo'lsa ham mayli edi. Hozir u kishini yaqiniga yo'lab bo'lmaydi. Ertaga Nur opaning to'yi. To'ydan keyin ketarsan. Mana bu juda toza choy. Past uyda kelin o'rtoqlar o'tirishibdi. O'shalarga choyni achchiq damlayman. Sizing? Mana.
judayam qiziqqon ekansan. Ne bo'lsa ham aslimizga tortasan de. Lekin men sendan xafaman. Qarorlarning yo'li boshqa, sen bilan bizning yo'limiz boshqa. Men seni odam qilaman. Tenging topilsa uylantirib ham qo'yaman. Birorta ko'z ostingga olganing bormi? Aji? Shunaqa degin. Hayitdan keyin Xudo xolasa katta to'y qilamiz jiyan. Mehmonlarga choy olib chiqdim. Mana shuning uchun ham odamlarni ilm va ma'rifatga da'vat etmoqda. Sizda ishlaydimi, Jumaboy? Mahkam o'g'li. Ha, ishlar edi. Men uni haydab yuborganman. Haydab yuborganman? Jumaboyning davlatga qarshi odamlar bilan aloqasi bor ekan. Sotsialistlar bilan. Uni qidirib top. Bajaramiz ko'ram. Topsa bo'ladi. Xabaring yo'qmi? Bu Jumaboy hozir qayerda ishlayotgan ekan? Bilmadim. Ko'nchani izini tozalay deyshadi. O'zimizga qaytib ishga olsaymikin-a, jiyan? U mehnatkash yigit. Bo'lmasa qidirib top jiyan. Xo'pmi? Xo'p, tog'a. Topaman. Kelin oynarganmi? Ha, Nuriniso, ularga qarang. Bir-birlariga qanday munosabat. Voy odamlarga ayting, ikkalasini boshini qo'shib qo'ysinlar. Aytaman. Eshvoy aka, xo'sh, tog'amdan 9 so'm olguncha 99 ta gap eshitdim. Qo'yaver uka, xafa bo'lma.
Lekin shunday qattiq turmasang, ulardan haq ola olmaysan. Xudo xayrni bersin. Mendan qaytmasa sizlarga Xudodan qaytsin. Xayr qilinglar, yaxshilar. Men kambag'alga rahm qilinglar. Shoqosim aka, Osmon uzoq. Yer qattiq. Tilanchilik qilgandan ko'ra o'lganim 1000 marta yaxshi. Nima qilay? Yetimcham. xafa bo'lmang. Tog'am yana sizdan ishga olmoqchi. Uning dargohiga borgandan ko'ra tilanchilik afzal. Bo'lmasa bir yo'q purishga juvozkash kerak edi. Ertaga bilib kelaman. Qayerda bo'lasiz? Shu yerda. Juma akamni ko'rmadingizmi? Juma akam yo'q ekanmi? La'nati Jumoy uyda yo'q. Yer ostidan bo'lsa topasan. Xo'p bo'ldi. Assalomu alaykum. Chekmagaydim ko'kka ofuzorni. Jumoy aka, xo'sh. Siz bizni Petrov bilan tanishtirib qo'ying. U hali ham qamoqda. Sizni ham qamab solib yurmasin. Petrovaga chimchodan qo'rqqan tariq ekmaydi deydi. Orus mastrovoylari bu urush to'g'risida nima deydi ukam? Agar oq podsho urushni to'xtatmasa, ishchilar xuddi 5-yildagidek bosh ko'taradi deyishgan. Hozir hamma yoqda norozilik kuchayib kelmoqda. Otaxon, xo'sh o'g'lim. Juma akamga zarur ishim bor edi. Jumavoy. Ko'rganim yo'q bolam. Yashirmang otaxon. Ko'rganim yo'q deyapman-ku. To'xta. Xo'sh, Jumoy nimaga kerak? Juma aka. Shokrata. Voy Shokrata. Shokrata. Voy Shokrata. Assalomu alaykum oqsoqol. Kesillar. Kesillar. Jumoyni ko'rmadingizmi? Yo'q. Udaydini ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Ishga kirganmish-a? Ko'nkani izini tozalaydi deyshadi. Shu to'g'rimi? Bilmadim uni. Qani, bu yoqqa. Ha, mayli, ko'rsangiz indamay qo'ying. Xo'p. Samarqand soyiga solma imorat, solma imorat. Birovning yoriga qilma xiyonat, qilma xiyonat. Birovning Yursing yoqadimi? Qo'ying Nurappa, unaqa demang. Men uni o'zimga xizmatkorlikka olmoqchiman. Sen nima deysan? Nega indamaysan? Yaxshi. Bizga nima? Ayt. Yoqadimi? Yo'q.
yoki baribir meni qo'limda ishlaydi. Meni o'z holimga qo'ying. Ishlash bo'lsa shu yerda ham ishlab turibman. Meni ham o'zimga yarasha orzu umidim bor. Yo'q aka, biznikida umid orzungizga tezroq yetasiz. Sizga nima kerak? Pulmi? Kiyimmi? Hammasini mendan olasiz. Kishining orzu umidi faqat pul bilan kiyimdagina emas. Shu. Hali shoshmay turing. Aytganimga albatta ko'nasiz. Meni biroz zanjir solib sudrasa ham, bu yerdan hech qayerga ketmayman. Nega? Nur opamlarniki ham yaxshi joy-ku. Tog'amnikidan allaqachonlar ketib qolardimki. Lekin sizni ko'zim qiymaydi. Sizdan uzoqlashgim kelmaydi, Gulnor. Nima? Rostmi? Yoki anchaga ko'ngil ichimmi? So'zlarim yurakdan, Gulnor. Yaxshi gaplar eshitdim xotin. Yetti uxlab tushimizga kirmagan narsa. Lekin g'ing demaysan. Dardangiz qilsin, doim dog' bilan gapirasiz. 50 boshi meni uyiga chaqirib olib bordi. Ha. Dasturxon joyida. Tezroq gapiring. Qan, qurs. Gapning qisqasi, boyatam yormat bir qizini mendan ayamasin debdilar. Kimga so'rayaptilar, xo'jayin? O qizning quloqiga tabor chertyapmanmi? O'zlariga so'rayaptilar. Voy, qurib ketsin boyasangiz. Qarim miyasi aynib qolgandir. Ovozingni o'chir. Xudo hammaga aql olishganda sen qay ko'rdingsiz? Bitta bitta qizimni 70 yashar qari cholga bermoqchi bo'ldingizmi? 70 ta emas, 65 ta. Qarimi? Qarimi? Mana. Men so'z berdim. Voy, jo'rginam qursin. Voy, bolamni seni. Voy, endi nima qilaman? Voy, yig'lama. Dadam Gulnorga uylanmoqchi ekan, uylanaversin. Cholning ko'nglini ranjitmaymi? Men dadamni yosh xotin olishini istamayman. Bir kun kelib dadamning kuni yetsa, Gulnorning churvaqalari bosh ko'tarib chiqadi. Siz bu tomonini o'ylamayapsiz shekilli. Men shunisini o'ylamabman. Sizga baribir. Kishi bilmas davlat orttiryapsiz. Men ham qaddimni rostlab olaydi. Mana menga nima deysiz? Dadam uylanmasdan ilgari butun mol mulkini bizga hujjat qilib, muhrlab bersin. Dadam davlatni buzuvchi topganda. Albatta. Bu fikring durust. Boraychi. 50 boshi orqali ayttiraychi, dadam nima derkinlar. Sizni padar buzurkvoringiz to meni ko'zim tirik ekan, mol mulkimni hech kimga xat qilib bermayman. Kunim yetib, Xudoy taolo jonini o'ziga aziz qilgandan keyin bu dunyoda kimiki men duoyi takbirini qilsa, mol mulk shunikidirlar. Dadam o'sha qizga uylanaman desa, ovora o'ladi. Elchi aka, suyunchi bering, suyunchi. Ham qishlog'ini tashlab ketibdi. Chunki gap-a? Aka, shu xatni o'qib bering. 50 yosh aka. Shuni o'qib bersangiz. Ko'zoynagim o'yda qoldi.
Assalomu alaykum. Taqsir, shqatni o'qib bering. Men xat tanimayman, uka. Iye, boshingizda sababdek salla-yu savodingiz yo'q ekanda. Gap sallada bo'lsa, mana o'qib bera qol. Iye. Jon akalar. Birontalaringiz o'qib beringlar. Ey dunyoyi bevafo, Xudo rahmat qilsin. Onangdan ajrabsan, jiyan. Ah. Onajon! Oyi! Oyijon. To'ymish-a? Shu rostmi? Xudo yulduzingni shunga to'g'ri qilgan ekan, to'g'ri? Ilojimiz qancha? Shokir ota, gapir o'g'lim, gapir. Singlim hozircha siznikida tursa, juda soz. Ayni muddao. Ko'rmat akamning roziligini olgandan keyin tog'amning eshigini yelkamni chuquri ko'rsin. To'g'ri uka, lekin Yormat qizini unashtirib qo'ydi. Kimga? Senin tog'angga. Bo'lchi? Qachon kelding? Gulnor qani? Uni sen olib qochgansan. Sen yaxshilikcha ayt. Aytdingmi? Hormat aka. Qizim yo'q. Lekin og'zingdan chiqarma. Izvosh izidan topib bo'larmikin o'g'lim? Axir yosh bolamdan qayerga boraman bo'yota? 8 so'm qarzing to'la, undan keyin uying ham, joying ham o'zingniki. Jo'la. Shulikdan qursin. Hop,
Podshoh hazratlari urush ehtiyojlari uchun yordam so'rayaptilar. Yordam qiladigan holimiz qolmadi-ku, axir. Axir kecha olib ketdingiz-ku. Kecha harbiy soliq to'lagan edilaring. Bugun in'om, ihson berishlaring kerak. Senmi? Men. Yo'q, och. Narrator. Men uyim ennayni mahriga tushganmi? Qayerda? Shu yerda. Nega qo'shdilar? Salim bovachadan so'ra. Yigit xo'roz ekan sarqani yur. Gulnor. Gulnor. Yo'lchiga. Gulnor. Tezroq parvoz qil, lochin. Yuring, bu yerdan tezroq ketaylik. Men qanday ketaman? Paranjim yo'q, chachvanim yo'q. Mana uka, ertaga yo'l ustida tashlab o'tarsan, ha? Xo'p. Ular qaytib kelguncha biz bu yerlardan uzoqlarda bo'lamiz. Hayronman. Sizni qayerga borsam ekan? Shokir otamga borsak bilib qolishlari mumkin. Shoqasim akamning xo'jayini yomon. Voy. Aka, saroyingizga bir kun qo'nib ketaylik. Otaravay bormi? Tuyog'ingni shiqillat. Jo'na bu yerdan. Singlim saroyingizda bir kun dam olsin. Singlim? Dunyoda nima ko'p, o'z boshimcha qiz ko'p. Tag'in boshimni bir baloga qo'yma, jo'na bu yerdan. Mayli akasi. 30 so'm berasiz. Ha? Hazillashmang aka. Mana 3 so'mim bor. Ne o'lmish avo. Hali 3 so'm pul bilan qiz yetalab yursin. 30 so'm topganda kelarsan aka. Palov qiladigan xonasi edi-yu, aybga buyurmaysizlar. Rahmat aka.
ketamiz. Ertalab? Yo'q. Uyingizga olib borib qo'ying. Yo'q. Uyga qaytib bormayman. Meni qishlog'imga ketaylik. U yerda bosh panasi qolmasmiz. Siz qayerni xohlasangiz? O'sha yer menga eng yaxshi joy bo'lib ko'rinadi. Lekin ota-onamning roziligini olmay turib keta olmayman. Shaharda xayollab qolishi xavfli. Bu yerdan tezroq ketaylik. Onamning roziligini olmay turib keta olmayman. Siz bemalol yotib uxlang. Qanday nur yigit. Yulduzlaring juft kelgan ekan. Bechorani onasiga xabar qilay. Tiriklayin o'lib o'tirgandir. Efendiler, mana bu milli sermayemizin bir tantanesidir. Bo'lajak onamiz bir o'rtog'inikiga mehmonga ketib qolganmishmi, ha? Ehtimol. Sening xabaring yo'qmi? Men nima ishim bor? Ellikboshining gapi boshqacha-ku. Xudoga shukr. Tirik ekansan. Dadajon. Aftingga qara. Talib bo'lmaydi-ya. Yo'lchi haromi tufayli shuncha azob chekdingmi, qizim? U qayoqda? Men uni boplab jazosini beraman. U meni o'limdan qutqardi, dadajon. Mard ekansiz, Salimboyevachchaning jazosini bering. Meni uni odamlari o'g'irlab ketdi. Rostdan. Yolg'on gapirsam, Qur'on ursin. Men u boyvachchalarga nima yomonlik qilgan ekanman? Shariat yo'ldan to'ygan qizning so'zi ishonasanmi? Bu sharmandani olib, darrov uyingga jo'na. Bormayman. Sizlar topgan yerga tegmayman. Shariatni oyoq osti qilmang, qizim. Bo'lmasa xalqaro toshbo'ron qildiraman, ha? Mayli, o'ldira qoling. Nega kecha ketmagan ekanman? Как мотылёк порхаю, мужчин я увлекаю, кругом веселье смех, и ждет меня успех. Паучки, кураты, блондины, брюнеты, зовут нас тет-а-тет, но мы твердим посвет. Ах, нет, мой милый, нет. Abşükür, bana banka, geçtim, doğucagan narsalar çıktı, biz gördük. Ularning foydasi juda zo'r. Asıl gazet, jurnalist, qo'ying nima keragi bor? Bizning maqsadimiz yuksak, madaniyatga xizmat qilish. Alhamdulillah, oq podshoh soyasida tinch ma'muriyat qilib madaniyatga qiling. Lekin biz Eshitishimizga qaraganda bo'lajak onamiz birdaniga g'oyib bo'lib qolganmish. Yo'q. Bir o'rtog'ini o'ynab kelgani ketgan ekan, qaytib ketdi. Bortiyu bu ishni tug'ishgan jigarim qilgan bo'lsa ham ayamang. Jazosini bering. Gumoningiz o'rinsiz uka. Menga qarang. Bu gaplarni otamga yetkazing. Sizni xursand qilaman. Juda xursand bo'lasiz. Birovga tuhmat qilish uyat.
Bo'lmasa o'zim yetkazar ekanman. Akasi aylansin Hakimjon. Siz shohida yursangiz, birovlar bargida yuradi. Uyalib qolasiz. Xayr bo'lmasa. Xayr. Marhamat. Kushi barishni, kushi. O'tiring. O'rnatdan bo'vachi. Biz o'g'illashni yetolmas. Nima? Qiz? Kelinimiz topildi Salimjon. Kim ekan u? Menga firib bermoqchi bo'lgan. Bir yilchilik yigit. Agar dadangiz quloq yetib qolsa bormi? Merosdan ajralasiz. Olimxonaga. Shu ishni boshqa qilib boring. Ammo yuzingizdan o'tolmayman. Meni ham bir shartim bor. Shart. Qanaqa shart? Bundan buyon meni masrafimdan chiqmaysiz. Endi siz meni maslahatgo'y og'amsiz. Lekin uni ovozini tezroq o'chiring. Dadangiz uni mardikorlikka yuborgan bo'ldi. Og'a deyapman. Men sizdan ketaman. Senga bu beboshlikni kim o'rgatdi? Mengiz insofsizligingiz o'rgatdi. Dunyodagi yakka yagona quvonchimdan ham ajratdingiz. Haqqimni bering, ketaman. Bir tiyin ham bermayman. Qo'lingdan kelsa undirib ol. Va'dangiz qani? Va'da xo'jayin degan xizmatkorni qiziqtirish uchun va'da beraveradi. Yo'q bahonalar bilan haydayveradigan mardikorlikka ham jo'nataveradi. Bundan ko'ra gun tutganing yaxshi emasmi? Chekka tovuq. Istonsiz. Mirzo! Hayır dostum. Yo'lchini esingdan chiqar. Umri tomog'ida chiriydi. Esli kuchli qizsan, tushunasan. Agar yo'q desang, bu dunyo rozi emasmi? Mayli, tegmasang tegma. Lekin yuzini yerga qaratgandan ko'ra, o'z qo'ling bilan bo'g'izlab qo'ya qol. Agar yo'q desang, boyota bilan orangizga sovuqlik tushadi. Keyin men kimning eshigiga ko'rpa ko'tarib boraman? Biz ko'rpa etrafini orqalab, xorizor bo'lib yurganlarning son salog'i yo'q. Jon qizim.
Yana o'rtog'imizga 2 hissa kammi? Bu g'ayrimillat. Bu haqorat. Shikoyat qiling. O'rtoqlar, hatto turmada ham o'zbek birodarlarimizni haqorat qiladilar. Qachongacha chidaymiz? Bu qanday insofsizlik? Mana shu yuvindini ham bizga nisbatan 2 hissa kam beradilar. O'rtoqlar, turma ma'muriyatidan o'zbek o'rtoqlarimizga odamlarcha munosabatda bo'lishni talab qilishingizni so'rayman. Haqiqat bormi? O'rtoqlar, talab qilinglar. O'rtoqlar. Qishqirib ayt, o'rtoqlar. Musulmon mehnatkashlari sizlarning yordamingizga muhtojlar. O'rtoqlar, musulmon mehnatkashlari Sizlarning yordamingizga muhtojlar. sizlarning do'stona yordamlaringizga juda ham muhtojlar. E'lon qilishingizni taklif etaman. Norozilik sifatida ochlik e'lon qilishlaringizni taklif etaman. Juda toliqib ketdim. Bo'lmayapti. Ovqatni o'ylamasang, hech qiynalmaysan. Toliqmaysan. Bu yerdan chiqqan kunim Mirza Karimboyni ham 50 yoshini ham o'ldiraman. Biz Rossiyada ham shunaqa deguvchilar bor edi. Bundan nima foyda? Bittasini o'ldirsang, bittasi keladi. Bu bilan yellik ham suvlik ham bo'lmaysan. Bo'lmasa nima qilish kerak? Mana bu kitobda Lenin buni yo'lni ko'rsatgan. Savoding bormi? Mayli, o'rganib olasan. Qamoqxonada tartib buzilib ketibdi. Ovqatni ham barchaga barobar taqsim qilyapti-ya. Voy yigit. Odaming keldi. Yolg'onda bo'lsa ham xo'p deng. Nima desangiz shuni qilaman. Nima desam, ha? Eringizni tashlab keta olasizmi? Qarindosh urularingizdan kechib, mehnat mashaqqatda kun kechira olasizmi? Mashaqqatda kun kechirish nima keragi bor? Siz menikida, biznikida turasiz. Boshingizdan oyog'ingizgacha oltinga ko'raman. Va'da beraman. Xo'jayin degan xizmatkorni qiziqtirish uchun va'da bersa beraveradi. Meni olib keting. Endi yo'llarimiz duch kelmaydimi? Ilgari ham duch kelgan emas. Ana u gadovachi oramizga doim g'ov bo'lib keldi. Bizni oramizda mana u panjaradan 10 barobar kattaroq ko'rinmas g'ov bor. Opa. Opa.
qolarsan. Men Gulnorni miya og'rimdan o'ldiraman. Hammasiga siz hakim akam aybdor. Bir pas tinch qo'ysang-chi. Jila bo'lmasa davlat qo'lga ololmadilar. Ikkovingiz ham lattaga o'xshaysizlar. O'lgiday bo'sh. Qo'rqoq. Yaqinda bitta merosxo'r tug'iladi. Nima? Ha? Mana endi Mirza Karimboyning davlati Gulnorniki. Salim aka. Gulnor? Gulnoru. Salim aka. O'lasa hech davlatdan ajraymiz. Endi boring. Salom alaykum. Dedam qayoqdalar? Hali kelganlari yo'q. Al kızım iç aqa. Sen iç aqa. Gulnorga boshqa olib kelib beraman. Rahmat. Yo'l chekamlardan xabar bormi? Hech xabar yo'q. Men ularni har kuni tushimda ko'raman. Xafa bo'lmang. Chiqib keladilar. Qani endi? Chiqsalar birga qochib ketardinglar-a? Ko'rarmikinman? Zahar. Uni Salim o'zi chepgan. Ko'rganmiding? Bu yerga chiqqanmidi? Undan boshqa hech kim kelgan yo'q. Bu To'xmat. To'xmat. Og'zingni zot past. Kimga zarar ekan uni zaharlab? Zaharni Gulnorni o'zi chekkan. Bizga tomgamoqchi. Ya, ovora o'lasan. Zaharni o'zlari ichirib qo'yib bizga tomgamoqchi. Pastlarini topgan gapini qara-ya. Ha-ya. Tillaringni tiymasang o'zlaringdan ko'r. Gulnorni o'zi zahar chekkan, o'zi. Janjal chiqarmoqchi. Men bu yerga kirganim yo'q. Xudoga kirganim yo'q. Bu menga tuhmat qilyapsizlar. Ular tuhmat qilyapti. Zaharni Gulnorni o'zi chekkan, albatta. Har bir ish Xudodan. Ajali yetgan ekan, o'libdi. Ovozingni o'chir. Qadirbacha. Bo'ldi. Shuncha chidab keldim. Ovozingni o'chirmasang, tiriklayin yerga ko'maman. Bas! Bor shu taloqdan. Qo'l uyimdan yalang oyoqlar. Qo'llaringda 16 yil xizmatlaringni qilib peshanamizdagi bitta qizimizni o'ldirmoqchi bo'ldilaringmi? Noinsoflar!
Yo'lchi! Hurmat aka, Kechiring yo'lchi. Unsin no'shini ol. Uni zaharlashdi. Men Salimni o'ldirdim. Yo'lchi, gullarni yolg'iz tashlama. O'ch ol, qasos ol. Boylarning qonlariga o't qo'y. Kunini topgacha ur. Unsin no'shini ol. Yo'lchi, tog'dan qasos ol. Boylarning jazosini ber. Jazosini ber. O'ch ol, qasos ol. yo'q, ostin qilish kerak. Ostin. Qasos! Ana turmadan qochgan o'sha. Mirshab! Mirshab! Ana u turmadan qochgan. O'shan. Hujjating ko'rsat. Ro'yxatda borsan, martkolikka jo'naysan. Gulnor. Ey bola. Gulnor opanglar shutib turadimi? Ko'chib ketishgan. Qayoqqa? Bilmayman. Unisini eslasam, jahon ko'zimga tor bo'lib ketadi. U bechora dunyoga kelib nima ko'rdi? Dadil bo'l bolam. Yigit kishini boshiga har qanday kulfat tushadi. Nima qilasan taqdir ekanda? Yo'q otaxon, bu narsalar taqdirdan emas, turmushning noto'g'ri tuzilganligidan, qullikdan, ochlikdan qutulmoq uchun kurashga berib olishimiz kerak. Gulnor. Bilolmadim bolam. Odamlarning aytishiga qaraganda ona bola do'ppi tikib kun ko'rarmish. Qoratoy Toshmato'g'li, Sheralo'g'li, O'roq Sidiqo'g'li. Xullas kalom mahallamizdan 20 kishi martkolikka olinadi. Podshoh hazratlarining fuqarosimiz. Bolalarimizni yubormasdan ilojimiz yo'q. Ana o'shalar bolasini yuborsin. Podshohning zulmidan bezor bo'ldi. Yana kimda kim shunday etsa, darrov mahkamaga xabar qilinadi. Qo'lingdagi savobsiz, lekin bironta jamoatingda yo'q. Qo'lingda barog'i yirtib tashla. Yirtib tashla de.
Aloyik! Bo'sh kelmanglar. Jamiki kambag'al xalq qo'lni qo'lga berib yaktan bo'lib tursa, bizni kim yenga oladi? Birodarlar, o'ylab qaranglar. Shu ham kun kechirishmi? To'ygacha qon yutamiz. Dod faryod, ko'z yoshlari bizga yordam bermaydi. Kurashish kerak. To'g'ri, kurashish. Biz yo'limiz Yürüme polis ağırada. Hamma bolamış polis ağırada yürüme. Getir bakayım. Getir bakayım. Eşyada qarayap, xalq politsiya mahkamasi kim? Nima qilamiz? Odamlarni yordamga chaqirishdi. Hamma ko'chalar qurishlarga o'tib bo'lmaydi. Hay farqanga otilasan. Bütün orzu umidlarim sendan. Baxtingni top, yo'lingdan adashma yo'lchivoy. Jon qizim, o'rgilay qizim. Tortin. To'yib yig'lab ol. Ko'zingdan alam yoshlari ketsin. Ko'nglingdan nafrat choyorsin. Yo'lchining qotillariga qarshi, qullikka, jabru jafolarga qarshi nafrat choyorsin. Yo'lchini yodingda tut. Uning o'limi uncha-muncha o'limlardan emas. U men chekkan uqubatlar uchun, sen ko'rgan xo'rliklar uchun, biz uchun, xalq uchun qon to'kdi. Bu qon eng muborak, qutlug' qon.